Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 1-noyabr kunidagi 205-sonli buyrug'iga asosan joriy yilning 1-yanvar kunidan 30-yanvar kuniga qadar Respublikamiz miqyosida xavfsiz xonadon oyligi o'tkazilib kelinmoqda. Sho'rchi tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan muntazam ravishda tuman hududida joylashgan korxona va tashkilotlarda, ijtimoiy soha obyektlarida, fuqarolarning yashash xonadonlarida va qurilish obyektlarida favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ayniqsa is gazdan zaharlanishning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Fuqarolardan is gazdan zaharlanishning oldini olish uchun quyidagilarga amal qilish tavsiya etiladi. Gaz va boshqa yonuvchi moddalar, ko'mir yog'ochdan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish, nostandart yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlardan foydalanmaslik, isitish pechlarining dudburonlarini toza va soz holatda saqlash, gaz va boshqa yoqilg'iga mos isitish pechlari hamda suyultirilgan uglevodorod gaz ballonlarini dam olish xonalariga olib kirmaslik, oshxonalarda gaz plitalaridan isitish uchun foydalanmaslik, havo almashmaydigan xonalarda ochiq olovdan foydalanmaslik, havo almashtiruvchi shamollatish shaxtalari yoki tuynuklari ochiq va ishchi holatda saqlash, xonalarga is gazini aniqlovchi qurilmalar o'rnatish tavsiya qilinadi. Gaz ballonlarini issiqlik manbaiga yaqin joylarda saqlamaslik. Agar binoda gaz hidi sezilsa, oyna va eshiklarni zudlik bilan ochish, ko'chaga chiqish va tezkor ravishda 104 gaz xizmati, 101 va 1050 qutqaruv xizmatlariga telefon qilish tavsiya qilinadi. Bunday holatlarda chiroq yoki olov yoqish, elektr uskunalarni ishga tushirish taqiqlanadi. Hurmatli tumanimiz aholisi, kuz-qish mavsumida o'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga befarq bo'lmang. Biz jamoamiz bilan birgalikda o'z vaqtida ogohlantirish, qutqarish va yordam berish shiori ostida xizmat qilishga hamisha tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat.